Salom meni azizlarim, yaxshimisizlar? Sog'liklaringlar yaxshimi? Hayitlarni yaxshi o'tkazdinglarmi? Hammalaringizni hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Yanagi oy, yanagi yil, yanagi shu kunlarga eson-omon yana hayitlarda shunaqa ro'zalarni tutib, hayit namozlarida shunaqa qilib o'tirishlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Hammamiz uchun xayrli, omadli, barakali Navro'zlarimiz muborak bo'lsin. Qo'shaloq bayramlarimiz, Navro'z bayramlaringlar muborak bo'lsin. Hammalaringizni niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'rab, ertangi kun uchun bir kunlik ochirim qilamiz. Kunlik ochirim qilamiz. Xudo xohlasa, bizni nimalar kutyapti, nimalar bo'ladi hayotimizda. Allohim xayrli va omadli kunlar kelsin. Ertangi kun biz uchun omadli bo'lsin. Nimalarnidir hal qiladigan kunimiz ekan. Xudo xohlasa, ko'pchilik uchun hayotida o'zgarishlar bo'ladigan kun deb aytyapti. Bismillah. Ertangi kun. Xo'p, ertangi kunga bizni uchrashuvlar Xudo xohlasa yaxshi, omadli kunlar deb aytyapti. Ertangi kun biz uchun omadli va barakatli kun bo'ladi ekan. Nimanidir hal qiladigan kunimiz ekan. Qandaydir yo ish to'g'risida yoki bo'lmasam hayotimiz to'g'risida ozgina bir maslahatli va gaplashib kelishadigan ishlar, nimanidir kelishib harakat qiladigan kunimiz deb aytyapti. Balkim hayotingizda o'zgarish bo'lishi mumkin. Ba'zi birlar uchrashuvga chiqishi mumkin, ba'zi birlar ishda uchrashuv bo'lishi mumkin. Shunaqa bir yaxshi kun deb aytyapti. Barakali kun ekan, yaxshi kun deb aytyapti. Xursandchilik bo'ladigan kun deb aytyapti. Xo'p, ba'zi bir insonlarimiz uchun hayotida keskin o'zgarishlar bo'lishi, keskin hayotida yangiliklar bo'lishi, fortuna kartasi tushyapti. Fortuna kartasi hayotdagi o'zgarishlar deb aytyapti. Keskin burilishlar, hayotingizda keskin burilish bo'ladi deb aytyapti. Va yana kimlar uchun ba'zi bir insonlar desam, men asabimga tegib, ba'zi bir nima degani u deb yozib qo'yibsizlar. Ba'zi bir insonlar kimlargadir pullarni kelishi, mehnatingizga yarasha daromadni olishingiz balkim hayitlik kelishi mumkin, balkim bir Navro'zga sizni qanaqadir bir yaxshi bir nima desam bo'ladi, pul tomonlama sizga hadyalar kelishi mumkin deb aytyapti. Bu kimlargadir. Va yana kimlardir qoralikda turibdi, ozgina bir tushkunlikda turganlar bor. Bu tushkunlikdan o'zingiz chiqib ketaman deyapsiz, lekin chiqib keta olmaysiz. Buni o'qitib tozalatasiz, yo'llaringizni ochasiz, ana undan keyin bu tushkunlikdan chiqasiz. O'zingiz yo'lingizni o'zingiz yorityapsiz, faqat oldingizgina bo'lyapti. Dalshi uzoqrog'i ko'rinmayapti. Uzoqroqni ko'rish uchun, bu narsadan chiqib ketish uchun albatta o'qitib tozalatasiz. Yo'lingizni yorita olmayapsiz. Yo'lingizni yoritish uchun albatta murojaat qilasiz. Duolarda ijobat bo'lsin, duolaringiz albatta avvalo. Bu narsalar faqat oldingizgina yorityapti. Dashi yoritgan yo'q. Shuning uchun jinday bir tozalatib o'qitasiz, yo'llaringiz ochiladi. Va yana kimlarnidir yo'llarini bekiyligi, ko'zlari bekilib qolgan, yo'llari bekilib qolgan, harakatsiz turganini aytyapti. Hech qanday harakatingiz yo'q sizni yo'llaringiz bekik deb aytyapti. Qo'l oyoqlaringiz bog'langan, ko'zlaringiz bog'langan, ko'rmayapsiz, nimani bilmayapsiz. Hali ko'rmayapsiz degani bir yo'li ko'r bo'lib qoldingiz degani emas bu narsa. Bu oldingizdagi narsani ham ko'ra olmayapsiz. Chunki sizni ko'zlaringiz bekitib qo'ygan, ko'ra olmayapsiz. Qo'llaringiz bog'lab qo'ygan, harakat qila olmayapsiz. Qilaman shu narsani, manaqa qilaman deyapsiz, lekin qila olmayapsiz. Boyloq turibsiz. Siz yo'llaringizni bekitib tashlagansiz. Shunday qo'rg'onlanib qolgansiz. O'z qobig'ingizda aylanib turibsiz. Bundan chiqib ketishingiz uchun albatta yana baribir yo'llaringizni ochirishingiz kerak deb aytyapti. Mana siz men qilaman deyapsiz, lekin qila olmaysiz. Chunki bekib turibdi, qo'llaringiz baylanib turibdi, ko'zlaringiz ko'rmayapti. Qanday qilib yurasiz? Ko'zingiz baylanib bo'lsa, yo'lingizni topib yura olmaysiz, chunki yo'lingizni ko'rmayapsiz-da. Buning uchun albatta baribir yana o'qitish, tozalatish tushyapti. Azizlarim, Xudo xohlasa yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Ertangi kunga Xudo xohlasa indingalikka ertaga yana kunlik ochirim qilamiz. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hayit bayramlaringiz yana qaytadan muborak bo'lsin. Navro'zlaringiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunda, yaxshi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.